Xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilar. Qarshi shaxsdan gapiramiz. Uz Chilangar jamoasi bilan har xil turdagi isitish qozonlarini yasab taqdim qilamiz. Bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz biz haqimizda olib borayotgan faoliyatimiz haqida ko'plab ma'lumotga ega bo'lishgan. Bizni yangi ko'rib turgan kuzatuvchilarimiz uchun demak, kachollarimiz xarakteristikasi haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, bugungi videomizda ushbu ikki xil kachol haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ayni kachollarimiz 10 kilovat quvvatga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Xo'p, birinchi holatda faqat gazni, oqma gazni o'ziga ishlashga mo'ljallangan kacholimiz. Ikkinchi holatda kacholimiz universal kachol deb nomlanadi. Ham oqma gazda, shu bilan bir qatorda demak, bir satil ko'mirxona sig'imi holati bo'yicha qattiq yoqilg'ida ishlaydigan kachol prinsipi hosil qilingan va ikki yonboshidan ikkita tam qo'yish imkoniyatiga ega holatda kacholimiz yasab taqdim qilinadi. Xo'p, bugungi videomiz mazmuni aynan mana shu kachollarimizni to'liq xarakteristikasi, narxi, qiymati va nimaga asoslangan holatda bu kachollarimiz 10 kilovat quvvatda yasab taqdim qilinayotgani haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, ko'rib turganimizdek, kachollarimiz har xil kattalikka ega, gabarit o'lcham bo'yicha. Shunga qaramasdan kachollarning ichida bir xil yuza hosil qilingan. Kachol sozlikda ma'lumki, kachollarning quvvatini belgilashda dunyo standarti bo'yicha belgilangan me'yoriy tushunchalari mavjud. Ya'ni kim 1 metr kvadrat yuza 10 kilovat va undan oshiqroq quvvat berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'rinda kachollarning ichidagi teplobmeniklarning yasalishi, joylashuvi asosidagi strukturalarga bog'liq holatda ham kachollarning quvvati belgilanadi. Aynan mana shu kachollarimizda, umuman jamiki kachollarimizda biz tarafimizdan katta hisob-kitob asosida yasab taqdim qilinadi. Aytib o'tishim mumkinki, Uz Chilangar jamoasi bilan hech bir kachollarni ko'chirma asosida yasamaymiz. Barcha kachollarimizni aniq matematik va geometrik hisob-kitoblar asosida o'zimiz dunyo standartlariga asoslangan holatda, berilgan me'yoriy ko'rsatkichlarga asoslangan holatda yasab taqdim qilamiz. Ularning ichidagi qabul qilayotgan yuza qismi, ya'ni teplobmeniklarning yuza qismi, qancha ko'mirxona sig'imi va kachollarni geometrik shakllarini ham o'zimiz mustaqil ravishda yasab taqdim qilamiz. Ushbu holatda har ikkala kacholimizda ham teplobmeniklar bor. Aynan gazli kacholimizda faqat teplobmenik mavjud. 25 mm diametrdagi turbalar, 2,8 mm xanlikka ega. Mana bu kacholimizda ham turbalar ishtirokida teplobmeniklar hosil qilingan. Ko'rsatadigan bo'lsak, ayni shaklda yasab taqdim qilingan. Mana bu yerda ko'mirxona, o'toqxona sig'im hosil qilingan. Yuqorida bir qator 25 mm diametrdagi turbamiz bor. Bitta papkamiz hosil qilingan. Dimoxodga tez tortib ketmasligi uchun pastda 3 qator 25 mm diametrdagi turbalardan yasab qo'yganmiz. Jamiki turbalarimiz soni mana bu kacholimizda 23 donani tashkil qiladi. Haqiqiy gazli kacholimizda 25 donani tashkil qiladi. Bu kacholimizda faqat turba terilgan holat bo'yicha demak, issiqlik qabul qiluvchi yuza hosil qilingan. Demakki, hisob-kitoblarimizni shunday olib borganmizki, bu kacholimizda ham mana bu turbalarimizni umumiy hosil qiluvchi yuzasi 0,4 metr kvadratni tashkil qiladi. Xo'p, mana bu sirtda esa mana bu joylari mana ko'rganimizdek, bu kacholimizda kattaroq, yuqori mana yonbosh qismlari. Xuddi shu kacholimizda ham xuddi shunday holat bor. Bu yerda ko'rinmaydi, ichkarida korib qilinadi va o'sha koriblarga turbalar teriladi. O'sha koriblarimizda terayotgan, koribimizga terayotgan turbalarimizdan tashqari yuza bu yerda ham 0,4 metr kvadrat joyni tashkil qiladi. Bu kacholimizda ham mana shu ochiq qolgan yuzalari 0,4 metr kvadratni tashkil qiladi. Shunday ekan, demakki, har ikkala holatda jamiki issiqlik qabul qiluvchi yuza 0,8 metr kvadrat joyni tashkil qiladi. Ya'ni salkam 1 metr kvadrat yuza hosil qilingan. Aynan shu 0,8 metr kvadrat yuzani issiqlik isitgan holatda kacholni ichini tark etadi. Jahon standartlari amaliyotdan kelib chiqqan holatda 0,8 metr kvadrat yuza necha kilovat quvvat bera oladi? Demak, 8 kilovatdan 12 kilovatgacha quvvat berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni kim 1 kilovatimiz 10 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. 280 patolog balandligi hisobida. Bu shunchadan kelib chiqqan holatda aytishimiz mumkin. 80 metr kvadrat joydan 120 metr kvadrat joygacha bo'lgan xonadonlarni qizdirish quvvatiga ega kachollar hosil bo'lingan.
Biz o'rtacha me'yorni olgan holatda bu kachollarimizni 8 emas, 12 emas, 10 kilovat deb sotuvga taqdim qilamiz. Demakki, bu kachollarimiz 100 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Bugungi kunda bu kachollarimiz 2026-yil hali boshlanishi oldimizda yoz fasli turibdi. Demak, narxlari 1,5 million so'mga narxlab sotilmoqda. Demak, universal kacholimiz 2,5 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. Ishlatilgan mahsulotlar har ikkala holatda ham 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий listlardan foydalanamiz. Teplobenklarimiz har ikkala holatda ham 2,8 mm qalinlik, ya'ni bozorlarimizda aytishimiz mumkin, O'zbekiston bo'ylab zavod sharoitida eng sifatli turbalarimiz qalinligi 2,8 mm ni tashkil qiladi. Aynan shu eng sifatli turbalardan foydalanamiz. Bu o'rinda Rossiya turbalaridan foydalanganmiz. Mana bu kachollarimizda Dagestanskiy axti kachollarimizni ham yasaymiz. Demak, Dagestanskiy axti kachollarimiz ma'lumot o'rinda mana bu ko'rinishda bo'ladi. Dimlangan holatda, ya'ni konsensual kachollar bo'lgani uchun bu kachollarimizga ichi ham, usti ham atsinkovniy turbalardan foydalanamiz. Aynan mana bu kachollarimizda ham mana shu atsinkovniy turbalar qo'yilgan. Bu kachollarni nafaqat ustki qismi, balki ichki qismi ham sink bilan ishlov berilgan, ya'ni nam holatlarda ishlashga mo'ljallangan zanglamas xususiyatga ega turbalar deb nomlanadi. Xo'p, endi kachollarimizni o'lchamlari bilan tanishib o'tamiz. Universal kacholimizning o'lchami xo'sh 30 cm kenglik, 36 cm uzunasiga, kacholimizni balandligi 62 cm tashkil qiladi. Hozirgi parametrlarimiz faqat aynan suv aylanuvchi qobiqlar hisobida aytilyapti. Oyoqlari balandligi, dimoqot balandligi qo'shilmagan holatda. Keyin kacholimizni o'lchami 23 cm ga 25 cm kenglikka ega. Kacholimizni suv aylanish qismi balandligi 45 cm ni tashkil qiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ikkalasidagi mana o'lchamlar, gabarit holati bo'yicha juda katta farqni ko'ryapmiz. Shunga qaramasdan, bu kacholimiz faqat gazga ishlashgan hisobiga, ya'ni gazda ishlashga mo'ljallanganligi hisobiga ixcham formada chiqadi va 10 kilovat quvvatni bemalol beradi. Undan oshiq quvvatga ham ega bo'lishiga qaramasdan 10 kilovat me'yorida beramiz. Ushbu kacholimiz esa, demak, ko'rib turganimizdek, rasxodi sal ko'proq bo'ladi, ya'ni metall konstruksiya holati bo'yicha ko'proq xarajat qilamiz. Buni tashqi o'lchamlariga shu sabab oralig'idagi farq 1 million so'mni tashkil qiladi. Lekin quvvati borasida ikkalasi bir xil quvvatga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Eslatib o'taman, manzilimiz Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Har xil turdagi isitish qozonlarini yasab taqdim qilamiz. Gazli kachollar, o'tinda, ko'mirda, katta issiqxonalar uchun ham maxsus kachollarni yasab taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.